Xullaschi, anavi dadangga qo'yilgan tashxis yolg'on. Tanish vrach bilan kelishib yozdirganman. Yaxshigina albatta, pul evaziga. Dadangni go'yo davolayotgandek bo'lib, asta-sekin manzasini qochiryapmiz. Keyin bir yo'la fit qilamiz, daf qilamiz. Ukol-pukol qilibmi? Ha, endi ukol-pukolmi, nima kerak bo'lsa qilishadi. Oyi, siz jinnimisiz? Dadammi-ya? Amir, senchi mana bu ikkala quloqing bilan eshitib ol. U seni haqiqiy dada emas. Qanaqasiga? Unda Shunaqasiga? meni dadam Sen 20 yildan beri dadam deb kelayotgan odam o'zini qishlog'ini qo'msab qopti. ha unda meni otam kim? Bu senga nima ahamiyati bor? Hozir boshqa narsa haqida o'ylash kerak. Agarchi dadang o'zini o'g'illarini topadigan bo'lsa, biz merosimizdan ayrilib qolamiz. Ayniqsa sen bir chaqasiz qolasan. Tushunyapsanmi shuni? Yo'q-ey. Mana shu keng uylar, kompaniyalar, zavodlar, fabrikalar, sexlar hammasi bizga qolishini istasang, mana bunday qilib jimgina yurib turgin, xo'pmi? Qiliq chiqarmagin. Ozgina sabr qilsang hammasi tugaydi. Gapimni tushundingmi? Ha, eshitdim. Eshitdingmi?